Huquq inson tug'ilishi bilanoq paydo bo'ladi. Huquq cheklangan va cheklanmagan huquqlarga bo'linadi. Cheklanmagan huquq uzviy huquq deyiladi qonunda. Bu huquq inson tug'ilishi bilanoq yashash huquqi va meros huquqi hisoblanadi. Qolgan huquqlar bular cheklangan huquqlar hisoblanadi. Ya'ni bularni qonun doirasida sud orqali cheklash mumkin yoki kelishilgan shartnomalar orqali cheklash mumkin yoki o'zaro munosabatlarda cheklanishligi mumkin. Huquqlarni paydo bo'lishligi inson tug'ilishidan boshlab vaqt mobaynida shakllanib boradi. Undan tashqari sud orqali huquq shakllantirilishligi mumkin. Huquqlar o'zi bilan majburiyatni olib keladi. Majburiyat haqida keyingi videoda gaplashamiz. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab, yaqinlarga ham yuborib qo'ying, ilm bo'lib qoladi. Sog' bo'ling.